bitta asal sedanani o'zi bilan juda katta natija olishgan. Shunchaki qiling bu narsani. Sababi asal sedani ichak faoliyatini zo'r qilib beradi. Endi qarang, jigarda muammo bormi? Ichakda bor muammo. Ya'ni ichak o'rgamchi uyani o'rtasi hisoblanadi. Ichak jigarga beradi, ichak buyrakka beradi, ichak yurakka beradi, ichak o'pkaga beradi. Bular hammasi ichakka borib taqaladi. Ichakda holati yaxshilangan sari qolgan organlar holati yengillashni boshlaydi. Teridagi nuqsonlar yo'qolishni boshlaydi. Teridagi holatlar yaxshilanishni boshlaydi. Lekin joyi bor. Sizga yoqmaydigan tabiiy narsa bitta ko'taradi. Mana bitta bemor aloqaga chiqyapti-da, aytayapti, men asal sedanani siz aytdingiz, men qilishni boshladim, lekin to'xtatib qo'ydim. Nimaga? Asal sedani ichgan kuni burnimdan sovuqishni boshladi, to'xtatsam to'xtaydi. Xo'p, menga zarar qildi. Yo'q, bu zarar emas. Eslab qoling. Ichakda shamollash bo'lsa, gaymarit kelib chiqadi, angina kelib chiqadi, nafas qisish kasalligi kelib chiqadi. Endi ichakda shamollash chiqayotgan vaqtda, ichakda holati yaxshilanayotgan vaqtda gaymarit suv yiring bo'lib chiqib ketadi. Isitma bilan chiqib ketadi. Balg'am ko'chadi o'sha paytlarda. Xo'p, burun oqadi, og'izdan balg'am keladi. Bu sizda tozalov jarayoni boshlangani belgisi. Buni to'xtatib qolish uchun gramitdin so'rmang. Nimadir aliginaqa tabletkalar ichib yo'talni to'xtatishga urinmang. Bu holat o'zi avtomatik tugaydi tozalov tugashi bilan.